Assalomu alaykum yurtdoshlar, bizdan kuzatib borayotganlar, bugun biz yana bir uy bog'chamizni mebellar bilan ta'minlaganmiz. Xudo xolasa sifatlari juda ham zo'r. Bu bog'chamiz 50 o'ringa moslashtirilgan. Bu yog'iga g'aladonli devonlarimiz va stol-stullarimizdan 6 kishiliklarni turbaramaligidan tayyorlab berganmiz. Mana xudo xolasa akamizning o'zlari qalay aka, mebellarimiz yoqdimi sizga? Yoqdi, xatiyatullar zo'r, mebellar hammasi, ko'ngildagidek hammasi chiroyli chiqqan, sifati zo'r, sifatli hammasi. Bolalarga yoqadigan hammasi rang-barang. Xudo xolasa. Xudo xolasa, bolalarga yoqsa, xudo xolasa shunday bir bolalar. Tengdir bundan ham yaxshi bog'chalar nasib qilsin sizga. Katta Xudo xolasa. Yana xudo xolasa qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Bu yonimizga mana o'yinchoq shkafimiz. Uchali fasondagidan. Juda ham xudo xolasa sifatlari zo'r. Kimgadir shunaqangi ishlardan kerak bo'lsa, albatta tayyorlab beramiz qo'ldan kelgancha. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat.